Said Ahmad. Jimjitlik. Ba'zan eng dahshatli haqiqatlar shovqin ichida emas, jimjitlik bag'rida yashirinadi. Said Ahmadning Jimjitlik romani sizni Sovet davrining sirtdan osoyishta ko'ringan, ammo ich-ichidan iztirob va adolatsizlikka to'la hayotiga olib kiradi. Asarda rahbarlar zulmi ostida ezilgan xalq, yurtidan uzoqda og'ir sinovlarni boshidan kechirgan Tolibjon, boylik va mansab yo'lida insoniyligini yo'qotgan Mirvali hamda fojiaviy taqdir egasi Azizbekning hayoti orqali bir davrning achchiq haqiqatlari ochib beriladi. Bu roman nafaqat tarixiy voqealar, balki vijdon, adolat, inson qadr-qimmati va haqiqat uchun kurash haqida ham chuqur mushohada yuritishga undaydi. Agar siz hayot haqiqatlarini dadil tasvirlagan, o'qigan sari o'yga toldiradigan va uzoq vaqt xotirangizda qoladigan asarlarni sevib mutolaa qilsangiz, Jimjitlik aynan siz uchun. Kitobni mutolaa qiling va tarixning jimjit sahifalarida yashiringan haqiqatlarni kashf eting.